Foydalanuvchilar, bugun sizlar bilan kompyuter soatxonligi noldan dars rejamiz bilan a, darslarimizni boshlaymiz. Biz bilan kompyuterni noldan o'rganishni onlayn boshlang. Bizni rejamiz bor, 2 oyga mo'ljallangan 24 ta dars tashkil qiladi. Bu darslarimiz birinchi darsimizda kompyuter haqida umumiy ma'lumotga ega bo'lamiz. Asosiy tugmalar bilan tanishib chiqamiz. Ikkinchi darsimizda klaviatura kombinatsiyalari bilan tanishib chiqamiz. Birinchi darsimizda asosiy kompyuterimiz qurilmalari haqida ma'lumotga ega bo'lamiz. Ikkinchi darsimizda klaviaturalar bilan tanishib chiqamiz. Uchinchi darsimizda papka ochish, papkalarni ichiga har xil hujjatlar yaratish va uni himoya qobiga o'rab Telegram va yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlardan yuborish, elektron pochtadan yuborish kabi amallarni ko'rib o'tamiz va ekranimizda yangi foydalanuvchi ochish ko'ramiz va ekranimizga parol qo'yishlarni ko'rib o'tamiz. To'rtinchi darsimizda asosiy sozlamalar bilan tanishuv, qanaqa kompyuter tanlash kerak yokida kompyuter olayotganda nimalarga e'tibor berishimiz kerak kabi sozlamalarni ko'rib o'tishimiz kerak. Va 5-darsimizdan Word dasturi bilan tanishib o'tishimiz kerak. Word dasturida birinchi amaliy qismida ariza yozish qismini ko'rib o'tishimiz kerak bo'ladi. Va 6-darsimizda siz o'zlashtiryapsizmi, o'zlashtirmayapsizmi, bitta onlayn chat, video chat orqali biza nazorat ishi olamiz. Bu nazoratlarimiz hammasi onlayn internet orqali qilinadi. Testlar onlayn bizning serverlarimizda joylashgan. O'sha saytlarimizga kirib testga parolni biz beramiz. O'sha paroli bilan testga kirib testni ishlab berishligingiz kerak bo'ladi. Va 7-darsimizda yana Word dasturi jadvallar bilan amaliy ishlar qilishimiz kerak. 8-darsimizda konstruktor va dizayn bo'limlarida, ya'ni bu rejamiz Word dasturimizda tuzilgan rejalar Microsoft Office paketlarini 2016-yil versiyasidan yuqorida bo'lgan versiyalaridan tuzilgan darslik hisoblanadi. Dizayn bo'limi va amaliyotda referat tuzish yoki mustaqil ish tayyorlash amaliy ko'nikmalariga ega bo'lamiz. 9-darsimizda Word dasturida maket va vid bo'limlarida amaliyotda obyektivga bu juda ham muhim darslarimiz hisoblanadi. Obyektivga, ya'ni ma'lumotnoma, o'zimiz haqimizda ma'lumotnomani qilish haqida amaliy ko'nikmaga ega bo'lamiz. 10-darsimizda Word dasturida xavfsizlik sozlamalari, makroslar va o'chib ketgan hujjatlarni qayta tiklash. Word dasturida xavfsizlik oynalarini ko'rib o'tamiz va ba'zi makroslarni ko'rib o'tamiz va ba'zi holatlarda Word dasturida ishlayotgan vaqtimizda bilmasdan saqlanib qilmasdan o'chib ketgan hujjatlarimiz yokida stol kompyuterlarda ishlayotganlar tok o'chib qolgan vaqtda tok yongandan keyin o'sha hujjatini, avval ishlagan hujjatini qanday va qayerda saqlanishligini va qayta tiklash, ya'ni восстановить qilishliklarini ko'rsatib o'tamiz. Va 11-darsimizda PowerPoint, ya'ni Microsoft Office paketlarining ichidagi taqdimotlar bilan ishlash dasturi PowerPoint dasturi bilan tanishib o'tamiz. Va 12-darsimizda 1 oylik ma'lumotimizni umumiy sozlamalar kombinatsiyasi bo'yicha sozlamalar va kombinatsiyalar bo'yicha test topshiriladi va Word dasturi bo'yicha amaliy ish topshirib ko'rsatiladi. Endi 13-darsimizda PowerPoint dasturini tugatamiz. Amaliyot qismi bilan va 14-darsimizdan boshlab to 20-darsimizgacha Microsoft Office paketlarining ichidagi Excel dasturi bilan tanishib o'tamiz. Excelda Excelning interfeysi, ya'ni Excel dasturini kirgandagi uskunalar, panellar bilan tanishtirib o'tamiz. 14-darsimizda, 15-darsimizda arifmetik amallar, format yacheyka yoki ma'lumot turlari haqida tanishtirib o'tamiz. 16-darsimizda Yesli amaliyoti, ya'ni Yesli funksiyasi, ya'ni bular funksiya boshlanadi. 16-darsimizdan boshlab funksiyalar shart operatorlar desak ham bo'laveradi, dasturlashtiriladi. O'sha amaliyotlarni ko'rib o'tamiz. 17-darsimizda mayda statistik funksiyalardan
ko'rib o'tamiz. Min funksiya, max funksiya kabi funksiyalarni tanishtirib o'tamiz. Xo'p, 18-darsimizda yana ikkinchi oyligimiz ma'lumotlarida 3-nazoratimiz keladi. Oraliq nazoratda aynan mana shu yuqorida ko'rsatib o'tilgan amaliyotlar Word dasturidan, amaliyotlar Excel dasturidan va amaliyotlar aynan PowerPoint dasturlaridan amaliyotlar qilinib nazorat olinadi. Va 19-darsimizda Excel dasturida VPR, GPR funksiyalari bilan tanishtirib o'tamiz. Excel dasturida 20-darsimizda qator usullarni qotirish, amaliy yana statistik funksiyalar bilan tanishtirib o'tamiz. Umuman olganda 20-darsimizda havolalar, listlardan listlarga ma'lumotlarni bog'lash yoki qidirish kabi amaliy qismlarni ko'rib o'tamiz. Va 21-darsimizda dan 23-darsimizgacha internet bilan ishlash kabi mavzularni ko'rib o'tamiz. Internet bilan ishlashda birinchi navbatda elektron pochtani qanday ochish, uni qanday sozlash, auditoriya bilan ishlaganda, masalan, katta ekranlarda ko'rsatayotgan vaqtingizda o'z nomiga bilan internet, har xil reklamalar chiqib ketish, ortiqcha reklamalarni bloklash, ortiqcha veb-saytlarni bloklash kabi amallarni ko'rib o'tamiz. Infografik saytlardan, ya'ni grafik saytlardan bizga canva.com sahifasi bilan tanishtirib o'tamiz va Google xizmatlarida elektron pochtani ochganimizdan keyin bizga aynan Google xizmatlaridan Google Form so'rovnoma yaratish, 22-darsimiz Google Docs dokument hujjatlar bilan ishlaydigan dastur bilan tanishtirib o'tamiz. O'zimizni Microsoft Office paketlarini ichidagi Word dasturi, Slides ya'ni prezentatsiya dasturi va Sheets dasturlari, ya'ni o'sha bizadagi Word dasturi, prezentatsiya PowerPoint dasturi, Sheets, Excel dasturlari bir-biridan farqlarini tanishtirib o'tamiz. Va sun'iy intellektlar hozirgi kunda juda ham rivojlanib kelyapti. Sun'iy intellektlarning qanaqa turlari bor, pullik darajasi qanaqa, biza qanaqa yo'nalishda kompyuter savodxonligini bitirgandan keyin qanaqa yo'nalishda ishlamoqchimiz yoki qanaqadir yo'nalishlarda IT sohasida, ya'ni information technology sohasida qaysi sohalarda o'qimoqchimiz kabi sohalarga yo'nalish berishligimiz kerak bo'ladi. Va 23-darsimizda aynan Microsoft paketlarining Excel dasturi bilan Google xizmatlarining Sheets ya'ni jadvallar bilan bir-biridan farqini tushuntirib o'tamiz dedik va masofadan kompyuterni boshlanish AnyDisk programmasi bilan kompyuterlarni bir-biriga ulab, bir-biriga bog'lab ma'lumot almashish kabi amallarni ko'rib o'tamiz. Va 24-darsimizda yakuniy nazorat ishi bo'ladi. Yakuniy nazorat ishida umumiy birinchi darsimizdan to 23-darsimizgacha o'tilgan mavzularimizda to'liq yakuniy nazorat topshiriladi. Buni ham o'ziga yarasha bosqichlari bor. Umumiy savollarimizdan 50 ta savol beriladi. Amaliy qismlarimizda Excel dasturi va umumiy Word dasturlaridan amaliy ishlar beriladi. Yakuniy nazoratda 3 xil kategoriya deymizmi, 3 xil qism deymizmi, 3 xil qismda nazorat topshiriladi. Bugun sizlar bilan aynan shu kompyuter savodxonligidan 24 ta ish rejamizni ko'rib, tanishib, nimalar o'tishligimiz haqida tanishtirib o'tdik. Bu dasturlar, ya'ni bu rejalar o'zimizni o'quv metodik qo'llanmamiz orqali, ya'ni o'zimizni amaliy qismlarimizdan ishlab chiqqan hisoblanadi. Bu dasturlar ichidagi qaysidir qismlari yoki umumiy qismi sizga tegishli, men o'rganishim kerak deb bilsangiz, aynan pastdagi telefon nomerlarimizga bog'lanishligingizni yoki mana shu videoni opitsiyasida, ya'ni pastki qismida telefon nomerlarimizni qoldiramiz. Bog'lanib, o'zingizga kerakli bo'lgan savollarni, qiziqtirgan savollaringizni berib, javob olib ko'rishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha salomat bo'ling.